Haqiqiy legenda mashinasini olib qoldik. Bu mashinani tushirib oldik. Bu mashinamiz Opel mashina 1938-yil chiqqan ekan, saqalkan bir asrli mashina. Bu mashinani zavodga beramiz, generator statorlarni to'g'irlab beramiz, elektr oborotlarni ishlatib beramiz, kamkostlarni qilib beramiz, oldi orqa faralar yonmayapti, pavorotnilargacha, zadnilargacha ishlatib beramiz, signalizatsiyalarni ustonovka qilib, ketgan narsasini alishtirib, fonni mashinamizni yurg'izib zavodga beramiz. Mana bunaqa holatda olib qolganmiz ismlarini. Videolarni kuzatib boringlar, bitayotgan holatlarni ko'rsatamiz. Generator zaryadga bermayapti, stator indekslar o'tkazib yuryapti. Mashinani ochdik, mana simlar yonib ketgan ekan mana. Generator zaryadga bermagan. Generatorning akkumulyatoriga qara mana. Yongan sim sizga ko'rinyaptimi yo bilmadim mana. Yonib chaqchul erib ketgan teglari bor. Hozir bularni hammasini alishtirib, mana suv sepagan bacholarni boshqa qo'yamiz. Yoni yorilgan rezinkalari yo'q mana. Motorchiga ishlamayapti. Bachoga bilan birga yengga qo'yamiz motorchilarni. Simlarni hammasini bir sidra paratga qilib, xudo xolisa zavod qilamiz mashinani qilib, boshqa yerdan tortamiz yongan joyini. Mana simlar erib ketgan mana. Zamekandek bo'lgan, erib ketgan simlar mana. Hozir bunga ham bunaqa yangi sim qo'yamiz mana. Bunaqa yangi sim tortib, boshqatdan ketgan alishtiramiz. Ishlarni boshlaganmiz. Mana simlarni ochib, o'sha akkuratni qilib hammasini gofriga kiyg'izib, xudo xolisa o'zi ishlarni boshladik, ishlayapti. Ishlayapti, xudo xolisa hammasini akkuratni qilib mana. Qilyapti. Simlarni ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatini ko'rib olinglar. Bitayotgan holatlarni hammasini qo'yib yuboramiz. Shortlarga suv bacholar qo'yamiz. Hammasini akkuratni qilib, xudo xolisa full variantda ishlatib beramiz. Bu mashinamizni ishlayapti, qilyapti. Mana o'sha doda simlarni ochdik mana, holatini ko'rishingiz mumkin. Mana hammasini o'zini akkuratni qilib 3 ta relay qo'yib, faraga, signalga, yalaganlaringizga qo'yamiz mana. O'sha eshiklarni ochib, motorchilarni ko'ryapmiz xudo xolasa. Bu eshikni center zamol kuygan ekan, alishtirdik, motorchiga yaxshi ishlamayotgan ekan, Nexa'ni motorchiga qo'yilgan, perdelka qilingan, stiklopodiyomlarni ishlatib, mana hammasini akkuratni qilib o'zini ishlatib beramiz. Ketgan narsasini alishtirib to'g'rilab beramiz. Videolarni kuzatib boringlar, hamma 4 ta eshikni ochib, hammasini ochib qilamiz xudo xolasa. Ishlayapti mana, hammasini o'tkazib, akkuratni qilib center zamoldan qotirib, zamollarni yumshatib, mana hozir 3-eshigimiz bor. Eshiklarni ochib, hozir ko'ramiz, uzilgan joylar bor, bularni ham to'g'rilaymiz. Hamma eshigingizni ochib, mana 4 ta eshikni ochib, erinmasdan bitta ochib, mana bunaqa spreylarni hammasini tozalab, moylab, yig'ilyapti, ishlayapti. Mana simlarini, relaylarni qo'yib, mana suv sepagan bacholargacha o'rnatib qo'ydim. Mana simlarni to'g'rilab, akkuratni qilib, mana gofralarga kiyg'izib, mana holatini ko'rishingiz mumkin. Faralar sportni hamma narsasi yonyapti. Bu yoq tarafdan ham ko'rishingiz mumkin, mana simlariga hammasiga gofraga kiyg'izib, mana hammasini ideal holatda qilib qo'ydik. Qo'ldan kelgancha qilib qo'ydik. Doda oynalaringiz hammasi ishlayapti. Salonlaringiz, afishkalarini yopib, mana tablolaringiz, magnitofonlaringiz hamma narsa ishlayapti.